Ana mana mazam yo'q. Bir 4-5 kundan bizim mazam yo'q edi. Mazam yo'q edi. Mana Xurshida ukam balsaga olib keldi. Mana Xurshida. Ishqilib balsalar yaxshi ekan. Yaxshi rivojlangan, ta'mirlangan, mana juda ajoyib. Ajoyib sharoitlarga ega qilib qo'yibdilar. Prezidentimiz mana singlim domga o'ralib, og'rib, hamma joylarim 3 kundan biz yotgan odam singlim keldida turing aka ketdik deb olib balsaga olib keldi. Mana o'zi bosh bo'lib, lekin o'zini yuragi betob bo'libdi. O'zi ham mazasi yo'q. Ana akasini olib kelib balsaga ko'rsatdi, u eshikdan bu eshik. Endi qaysi teshikka kirganimizni aytmaymiz. Efir qilgan vaqt o'zida eshitasizlar, bu Xurshidani o'zida eshitasizlar. Qaysi teshikka kirganimizni o'sha vaqt aytadi. Aziz muxlislarim, duo qilinglar. Yaxshi bo'lib ketay. Prosta ozgina biron marta ukol olgan inson emasman. Ana shu Xurshida singlimni qistovi bilan keldim. Ana hozir yaxshi chiqdi, pochkalar, buyraklarim hammasi yaxshi chiqdi, Allohimga shukr. Assalomu alaykum. Bera o'tiring, ana bera keling. Ha. Shunaqa gaplar. Xurshidaga rahmat denglar. Manzurga olib keldi. Buxoroning Go'r balsasi eng yaxshi balsalardan deb o'ylaymiz. Lekin sharoitlarni Buxoro Go'r balsasi zo'r. Sharoitlarni zakoni qilgan, hamma joy nima zo'r. Sharoitlarni zo'r tanlab qo'ygan. Rahmat doktorlarimizga, shifokorlarimizga, hammalarga rahmat. Qo'llar dard ko'rmasin. Ana mana mazam yo'q. Bir 4-5 kundan bizim mazam yo'q edi. Mana Xurshida ukam balsaga olib keldi. Mana Xurshida. Ishqilib balsalar yaxshi ekan. Yaxshi rivojlangan, ta'mirlangan, mana juda ajoyib. Ajoyib sharoitlarga ega qilib qo'yibdilar. Prezidentimiz mana singlim domga o'ralib, og'rib, hamma joylarim 3 kundan biz yotgan odam singlim keldida turing aka ketdik deb olib balsaga olib keldi. Ana o'zi bosh bo'lib, lekin o'zini yuragi betob bo'libdi. O'zi ham mazasi yo'q. Ana akasini olib kelib balsaga ko'rsatdi, u eshikdan bu eshik. Endi qaysi teshikka kirganimizni aytmaymiz. Efir qilgan vaqt o'zida eshitasizlar, bu Xurshidani o'zida eshitasizlar. Qaysi teshikka kirganimizni o'sha vaqt aytadi. Aziz muxlislarim, duo qilinglar. Yaxshi bo'lib ketay. Prosta ozgina biron marta ukol olgan inson emasman. Ana shu Xurshida singlimni qistovi bilan keldim. Ana hozir yaxshi chiqdi, pochkalar, buyraklarim hammasi yaxshi chiqdi, Allohimga shukr. Assalomu alaykum. Bera o'tiring, ana bera keling. Ha. Shunaqa gaplar. Xurshidaga rahmat denglar. Manzurga olib keldi. Buxoroning Go'r balsasi eng yaxshi balsalardan deb o'ylaymiz. Lekin sharoitlarni Buxoro Go'r balsasi zo'r. Sharoitlarni zakoni qilgan, hamma joy nima zo'r. Sharoitlarni zo'r tanlab qo'ygan. Rahmat doktorlarimizga,
shifokorlarimizga, hammalariga rahmat. Qo'llari dard ko'rmasin.